Bulutdek momiqqina bo'lib chiqadigan shirinlik, un ustiga unsiz va albatta oqsilga juda ham boy bo'lib chiqadigan shirinlik retsepti bilan bo'lishaman. Avval ishimizni tuxumni oqidan ajratib olamiz. Tuxum sarig'iga oqsilga juda ham boy bo'lgan tvorog, smetana, bir chimdim tuz, vanilin va kraxmal solib blenderlab olamiz. Tvorogli massani blender qilish jarayonida juda ham silliq massa hosil qilib olishimiz kerak. Endi esa alohida idishli tuxum oqini shakar bilan oppoqqina massa bo'lgungacha ko'pirtirib olamiz. Endi men esa o'zimga qulay bo'lishi uchun tuxumni oqini alohida idishga olib qo'ydim. To'rtdan bir qismini qoldirib, uni ustiga tvorogli massani qo'shib aralashtirdim. Aralashma ustiga tuxum oqini 3-4 etapda asta-sekinlik bilan solib, tepadan pastga qilib, ehtiyotkorlik bilan aralashtiramiz. Mana shunga o'xshagan vazdushniy massa bo'lib chiqadi. Endi qolipimizni tagini va chetlarini kalkalab olamiz va massani qolipga solib 45 minutga pishirishga jo'natib qo'yamiz. Pishib chiqqan shirinligimiz shunaqa yumshoqqina bo'ladi va yaxshilab sovigandan keyin chetidagi kalkalarni olib tashlaymiz. Agar uyingizda tvorog yemaydigan bolajonlaringiz bo'lsa, albatta bu shirinlikni tayyorlab bering. Tvorog umuman yemaydigan bolajoningiz ham albatta buni oxirgacha yeb qo'yadi.